Bugun Mirena spiral qo'yamiz. Qayerdan kelgandingiz? Samarqanddan kelganlar opamiz. Adenomiyoz bilan qiynalganlar. Hayz paytida va hayzdan keyingi og'riqlar, hayz normada kelgani bilan juda ko'p keladi. Mirena spiral kimlarga tavsiya qilinadi? Mirena spiral asosan adenomiyoz, mioma, endometrioz, hayzdagi og'riqlar bilan qiynalayotgan ayollarga. Keyin klinikasga o'tayotgan ayollarda ko'pincha nima bo'ladi? Sababsiz qon ketishlar bo'ladi va bir necha marta tozalatishlariga to'g'ri keladi. Ana o'sha ayollar tozalatmasdan iloji boricha gormonal fonni tekshirib, bir kurs lecheniyadan keyin Mirena spiral qo'yish tavsiya qilaman. Unaqa ayollarim juda ham ko'p va hammalari davo muolajalarini olib ketishgan, undan keyin qon ketishlari bo'lmagan. Agar kimda kim spiral yoqmayotgan ayollarimizga ham tavsiya qilaman. Spiral yaxshi turmasa yo bo'lmasam spiralda juda ko'p miqdorda qon ketsa, shu ayollarimiz bemalol Mirena spiralni qo'ydirishlari mumkin. Menda original Finlandiyaniki. Unaqa Turkiya yoki bo'lmasam Xitoy Mirenani qo'yib bermayman. Qo'rqmayapsizmi? Bular hali hayzlari kelmasa ham qilishga majburmiz, chunki bugun Samarqandga yana qaytib ketishlari kerak. 5 kun davomida lecheniya qildik. Yaxshimisiz? Matkalari adenomiyozning hisobiga 8,5 sm chiqyapti. Adenomiyozda har doim matka kattalashib ketadi. Shuning uchun UZIda ko'rganlaringda agar matkalaringni katta deydigan bo'lsa ham Mirena spiral qo'ydirsalaring ancha yig'ib beradi. Miomalarning so'rilishiga, adenomiyozlarni yaxshilab berishga juda katta yordam beradi. Mana Mirena spiralimizni ko'rinishi. Bosh qo'yib berib turasiz, xo'p? Bo'ldi, ham nimadir sezdingizmi? Yaxshimisiz?